agar yaratganning mehrini, muhabbatini his qilmoqchi bo'lsang, u yaratgan narsalarga boq deydi. Unda cheksizlikni ko'rasan deydi. Biz taraflar podkastida har galgidek soha mutaxassislarini chaqiryapmiz. Aynan mana shu yo'lda xizmat qilayotganlarini, tushunayotganlarini, aynan mana shu sohaga kirib kelib, buni his qilib kelayotganlarni, buni ulashmoqchi bo'lgan insonlarni chaqiryapmiz va taklif qilyapmiz. Bugun ham aynan mana shu sohada, qalb sohasida faoliyat olib borayotgan mutaxassisni taklif qilganmiz podkastimizga. Psixolog, tarjimon, men uchun ham qiziq bo'ldi tarjimonligini endi suhbat davomida ochib boramiz. Siz bilan bugun 40 daqiqa oralig'ida birga bo'lamiz. Xush kelibsiz. Xush qo'ying. Manzura menga bir narsa yoqdiki, o'sha psixolog, tarjimon, coach deb qo'yilgan ijtimoiy tarmog'ingizda. Mana psixologni biz ko'rdik, tanidik va coachlar ham suhbatida bo'ldik. Lekin aynan bu sohada tarjimon degan jumlani yozilishi, qo'yilishi siz ismingizni yoniga bu qiziq. Ya'ni bu sohani siz tarjima qilib boshqa tillardan va qaysi tillardan olib berishingiz qiziq. Asosan o'zi meni yo'nalishim tarjimon, ingliz tili va grek tili bo'yicha. Va eng ko'p qaysi tillardan olaman? Turk tilidan ko'p foydalanaman. Ana psixologiya bo'yicha, umuman ruh ilmi bo'yicha, agar mumkin bo'lsa bu fikrlash ilmi bo'yicha. Chunki shunaqa ustozlar tomonidan aytiladi, ruh haqida hali hech kim hech qanaqasiga hech narsa bilmaymiz bizda. Chunki bilmaymiz ya'ni. Shuning uchun aytishim mumkinki, fikrlash ilmlari haqida men ko'proq turk tili va ingliz tilidan foydalanaman. Va turk tilidan ko'proq foydalanib buni tarjima qilishingizning sababi nima? Turk millatini o'zida qanaqadir bir ochiqlik, samimiylik, Turkiyada yashaganim uchun, ular bilan bir havodan bir nafas olganim uchunmi, turklarda o'ziga xos kenglik bor-da, o'ziga xos tabiiylik bor. Ularda to'g'ri hamma joyda yaxshi yomon hamma millatda bo'ladi, lekin baribir foiz hisobda oladigan bo'lsak, turklarda o'ziga xos yengillik bor. Men ba'zi narsalar bo'ladi, ularni so'zga ko'chirib bo'lmaydi. Aynan turk millatini o'sha o'ziga xosligini men bilmayman, balki so'zga ko'chira olmayotgandirman. Masterlarda ham, masalan, ustozlarda, xo'jalarda yurakdan derin berish bor ilmni. Chuqur berish bor, his qilib berish bor. Ularda shunaqa narsa borki, masalan, bizning jamiyatimizda 90% odamlar o'zi arxitektor aslida, lekin matematikadan dars beryapti. Xudo bergan kasbi jurnalist, lekin maktabda biologiyadan dars beryapti. Va hokazo, ya'ni turk masterlari haqiqiy ilohiyot yuqtirgan kasbda bo'la olgani uchun, ya'ni ular jamiyatni fikriga e'tibor bermay, o'zini qalbini, ruhini, o'sha o'zini tinglay olgan, o'zini isloh qila olgani uchun balki ularning ilmlari go'zal, balki ularning ilmlari tegadi, yuqadi, uni chuqur his qiladi inson. Sizni yuqtirib uzatishingiz qiziq menga. Ular shu qadar ruhingizga yetkazib keng uzatayotgandirsiz. Millatingiz turkmas, lekin siz bu ishni qila olyapsizmi? Siz ana shu kenglikka yarasha kengroq ruhiyat egasimisiz? Bu keng narsani olib bunga loyiqlik bormi sizda o'zi asli? Shu qiziq. Men ikkita o'sha ta'rif berishadi menga. Birinchisi marslik emasmisiz, ikkinchisi darvesh degan ta'rif berishadi. Bu endi darvesh bizning tilda o'sha qalandarona, siz aytgan devona yoki jinni desada, masalan, qo'pol til shunaqa deyshadi. Lekin aslida bu tabiiy o'zi bo'la olishda. Bu darvesh bo'la olish ham hammaga emas deb o'ylayman. Ya'ni men shu daraja yuqtira olganmanki, soxtagarchilikdan yo'qmanda. Masalan, qarindoshlarim bo'lsin, sinfdoshlarim bo'lsin, kursdoshlarim bo'lsin, hammasi menga eng ko'p beradigan savoli, nimaga sen odamlarga o'xshamaysan deydi. Nimaga sen boshqachasan deydi-da. Aynan men his qilamanki, haqiqatdan olgan ilmlarimni menga yuqqanligini, demak o'zimman. Odamlarga o'xshamaysan. Demak men o'zim bo'lyapman. Va buni shaxsiy hayotimda ilmlarni natijasini olib kundan kunga kengayish, kundan kunga ochilish, ruhiy ma'noda bo'layotganini o'zim kerak bo'lsa har soniya his qilyapman. Har daqiqa his qilyapman. Buni siz birovlarga uzatishingiz-chi? Bu hozir o'zingizni ga bo'lgan o'sha olayotganingizni, o'zingizga o'zgarishlar foydasini gapirdingiz. Sizga kelayotgan foydasi haqida. Manfaatli albatta bu ilmlarni olib o'zingizga yuqtirishingiz. Siz yuqtiribgina o'zingiz bilan qoniqib to'xtab qolmayapsiz. Siz buni faoliyat qilib oldingiz va uni uzatmoqdasiz. Uni o'sha odamlarga ulashmoqdasiz bu ilmni.
shu nuqtai nazaridan siz o'sha olayotgan keng ilmni keng tarzda bera olyapsizmi? Menimcha izohlardan, menga kelgan kommentariyalardan, menga kelgan o'sha qizlarning natijalaridan men hatto shunaqa masalan aytadi, 7 yil bo'ldi men erim tashlab ketgan edi, shu texnikalarni qildim, erim keldi, Yujniy Koreyadan keldi deyapti. O'sha Koreyadagi xotinni tashlab meni oldimga keldi deyapti. Ilmlar shu qadarmi kuchli? Ya'ni men shu qadar go'zal narsaga sababchi bo'lyapmanmi deyman. Demakki o'tkazib bera olyapman. Demakki masalan 7 yil bo'lgan, 8 yil bo'lgan bola 12 yosh gapirmaydi. Lekin hozir o'sha 2 ta texnika bilan onasi bilan ishlash kerak. Onasi o'zi bilan ishlagan, bolaga o'sha aytiladigan gaplarni aytgan, bola gapiryapti. Bola harf aytmagan. Lekin hozir anna, baba, dada hamma so'zlarni aytyapti. Bu menimcha go'zal natija va men bu go'zal natijaga sababchi bo'lyapman. Va bu shunaqa go'zal hislarni beradi. Sizga to'lov qilgan paytida siz o'sha go'zal hislarni ola olmaysiz. Ya'ni sizga qancha summada u bersin, 5000 bersin, u bersin, $1000 bersin. Siz o'sha pulni olgan paytida ham u natija aytgandagi hisni ola olmaysiz. Ya'ni ko'z yoshlar bilan men o'qiyman ba'zi natijalarimni-da. Va bunaqa natijalar menda soni mingta, juda ham ko'p. Demak, yuqtirib beryapman, demak, o'tkaza olyapman. Demak, qanaqadir ta'siri bo'lyapti. Bugun ijtimoiy tarmoqda ko'plab o'sha bolalarni tuzalmas yoki juda davr muammosi bo'lgan ko'p kasalliklar bilan og'riyotgani va chet ellarda davolanayotganlarini eshitasiz yoki karta raqamlar qo'yadiki, shunga qanaqadir ehson qo'lingizdan kelgancha yordam bering. Bu chet elda sog'ayishi kerak, tuzalishi kerak degan kasalliklar bor. Siz berayotgan natijalar qiziq. Aynan mana shunaqa kasal bolalarning onasi ham o'rgansa bo'ladimi? Qisqacha qaysi ko'rinishda siz o'sha texnikani aytib bera olasiz hozir bizga? Bir yosh bolani kasalligi bo'yicha ona nima qilish kerakligi haqida. Eng muhim bo'lgan bitta narsa bor. Ona o'zi bilan ishlagan paytida bola sog'ayishi bu tezlashadigan jarayon. Shunda bolaga emas, masalan kasal bo'lgan bolaga e'tibor emas, onani o'ziga e'tibor qaratish kerak demoqchimisiz? Aynan. Ya'ni 33 oylik davr degan narsa bor. Bulent xo'jamiz, turk ustozimiz bu ilmni Xitoylardan olgan va bu hozir juda ham turklarning o'zida ham juda keng yoyilgan. Bu ilmlarning orqasidan rak kasali, bolalar rak bo'lgan yaxshi bo'ldi, sirroz bo'ldi, qanaqa suyak kemirilishi bo'ldi kasalligidan gapirmaydigan bolalar gapirib, tagini ho'llab qo'ygan qanaqa variantdagi kasallik bo'lishidan qat'iy nazar ular juda ham go'zal natija olishyapti. Masalan, o'sha 33 oylik davrni oladigan bo'lsak, homilador bo'lishdan, ona homilador bo'lishdan 1 yil oldin onada nima programma bo'lsa, u bolaga o'tadi, bolaga yuqadi. Onada qanaqa muammo bo'lsa ya'niki. Masalan, deylikki uy yonib ketdi. Ona qattiq qo'rqdi, hali stressdan, hali homila bo'lmadi, Lekin onaning organizmida o'sha informatsiyalar saqlanadi. Qo'rquv, nafrat, g'azab, ikkilanish, chorasizlik, keraksizlik, mana shunaqa qanaqa his bo'lsa, u bolaga o'tar ekan va saqlanar ekan. Bu 33 oy davr degani homilador bo'lishdan 1 yil oldin, homiladorlikda 9 oy, homilador bola tug'ilgandan keyin 1 yildan keyin hammasini qo'shsangiz 33 oy bo'ladi. Va siz bolangiz kasal bo'lsa, agar bo'lgan bo'lsa, temperaturasi chiqyaptimi, mazasi qochyaptimi, ko'p qusyaptimi, tirnog'ini yeyaptimi, ko'p yig'layaptimi, siz bilingki, o'sha 33 oy davrda siz juda chuqur stress yashagansiz. O'sha onalarga murojaatim. Va siz bola uxlagandan keyin bolani yelkasiga shunday qo'lingizni qo'yib, bola farqi yo'q, 18 yosh bo'ladimi, 12 yosh bo'ladimi, 4 yosh bo'ladimi, umuman aloqasi yo'q yoshiga. 40 yosh bo'lsa-chi. 40 yosh bo'lsa ham. Onani qo'lida biotok bor va buni juda ham ko'p hozir ustozlar, olimlar buni isbotlashdi va o'sha davrda 33 oylik davrda ona nimani yashab o'tgan bo'lsa, bola uxlagandan keyin bolajonim, aslida bu seni og'rig'ing emas. Sen aslida gapira olasan. Sen 100% sog'lomsan. Nahotki Xudo bizga bunaqa kasallik bilan berishi mumkin. Ya'ni bizga Xudo mukammal bo'lgandan keyin bizani ham mukammal qilib beratgan. Aslida sen mukammalsan. Sen go'zal gapirasan, sen sog'lomsan, oyog'ing, qo'ling go'zal ishlaydi. Hamma, masalan, soch to'kilayotgan bo'lsa, soching juda ham qalin. Bu hammasi meni og'riqlarim edi. Meni stresslarim edi. Senga, masalan, homiladorligimda 3 oyligida dadang meni qattiq urgandi. Endi u yerda erkakka nisbatan nafratda bo'lish kerak emas, qaynanaga nisbatan nafratda bo'lish kerak emas. Как будто o'sha bo'lgan voqealarni gapirish kerakmi shunda? Ertakka o'xshab, hikoyaga o'xshab aytib berish kerak. Bu qancha davom etadi? Qancha marta aytish kerak masalan? Buni taxminan masalan men 40 kunda natija olasiz deganlarimda ko'pchilik menga 5 kunda, 7 kunda natija olgan. Men o'zim ham
to'g'risi shokmanda. Bola uyquda bo'lishi kerak uning uchun. Bola uxlagan bo'lishi kerak. Bola uxlagan holatda. Chunki nimaga uxlagan holatda biza jismimiz o'chadi, biza ya'ni har kuni o'lib tiriladi odam. Sizni o'sha bolani qalbi, ruhi yuqorida bo'ladi va siz u bilan aslida jismiga qo'lingiz tegingani bilan uni ruhi hamma gapni eshitib oladi. Va aslida u sog'lom ekanligiga o'sha deylik miyani, deylik qalbni, deylik yurakni ishontiradi ona. Buni o'tkazadi ona. Qarabsizki, istagan kasallik o'sha eng og'ir tuzalmaydi degan og'ir, masalan, men ham shuni o'ylayman-da, Meron shoh qarang. Masalan, $100,000 Hindistonga olib borib operatsiya qildik, $50,000 deyshadi-da, keyin men deyman. Masalan, o'zim juda ko'pchilikka yozganman, shu bolani onasining nomerini beringlar. Mayli, uni kartasiga pul tashiysiz, lekin ona ikki og'iz gap aytsa, bola tuzalib ketadigan vaziyatlar juda ham ko'p. Deyman, shu ilmlarni bu onalar bilsa edi. Qadimdan onalar alla aytgan paytda bolaga o'zini dardlarini to'kib sochgan. Bu bizda qadriyatlarimizda bor. Onani allasi bilan dardi kirib borgan. Sizni mana shu aytayotgan ilmingiz asli ko'hna ilm va bizni qadriyatlarimizda bor ilm. U yig'lab so'z topa olmaganda, hattoki shunaqa bir chiroyli jumlalar bor. Istiqboling omon bo'lsin, sog'lom bo'lsin deb o'sha ishonchini ham qo'shib aytgan yoki ishonmayotganini ham qo'shib aytgan. Mana shu gaplarning ichida masalan onang o'rgilsin degan so'zli bir go'zal jumlalar bor. Bizda mana shu ilmlar qadimdan va bor va allaga inson ayol o'zini o'sha yig'isini, dardini to'kib sochgan. Bu bizda borki, lekin bu qanaqadir ochilmagan sirdek bo'lib qolgan ekan. Sizni eshitib aytayapman. O'ylab ko'rganmisiz allada borligini? Hozir o'zi his qilyapman. Bu qadar bizni tariximizda, bizni ajdodlarimizda donoligini, kuchligini ko'rdingizmi? Go'zal yechimlar o'zimizda. Ona shuni aytishga, agar ishonmayman-da Manzura buni aytishga, o'zim ishonmayman desa, hech bo'lmasa Allaga qo'shib aytsin. Hech bo'lmasa agar shu qadar ilhomlansa, bu qadar o'shani Alla aytib ham o'tkazish mumkin-ku o'sha vaqtda. Menga qaysidir ma'noda o'sha ona bilan farzandning o'rtasidagi o'sha bog'liqlik, o'sha kindigi kesilgandan keyin ham to'xtamasligi his qilinadi o'zi. Chunki juda bog'liqmizki, otalarga emas, biz onalarga bog'liqmiz. Ilmlar qayerdandir olib berilib uzatiladi, ilmlar kitoblardan olib uzatiladi. Ilmlar insonning o'zida tug'ilmaydimi? Siz kashf qilgan narsalar ham bormi? Xo'p, mana olib berganlaringiz ta'sir qilib natija beribdi. Natijani siz olib berayotgan o'sha vositachi bo'layotgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu ilmlarni haqiqiy g'alabalarning egasi u ilmlarni uzatganlar. Sizda nima yechimlar bor o'zingizda? Bu qiziq. Mualliflik yechimlaringiz haqida gapiring. Yoki hali bunga yetib kelmadingizmi? Masalan, hozir aynan siz o'sha savolni boshlaganingiz bilan menda bitta narsa bo'ldi. Masalan, shaxsni o'ziga ko'ra yondashishda. Bitta inson kasal bo'ladigan bo'lsa, unga 1000 ta yo'l, shifo yo'li bor. Va masalan, musiqa terapiya bor, so'z terapiya bor, Qur'on terapiyasi bor. Men o'shalardan masalan qorishtirib bitta narsa yaratdim va bu kurslarimda bor. Tabiat bilan birga bo'lish bu o'zi bor. Siz shu gaplashganingizdan keyin qaysi narsa u odamga tegishli ekanligini his qila olaman. Tushunyapsizmi? Ilm ko'p, lekin shuncha texnika bor, lekin imенно qaysi texnika bu odamniki, ya'ni bu odamni shifolab chiqib ketadi. Bu meni o'ziga xos tarafim deb o'ylayman. Buni kashf etdim ya'ni. His qilasizki, kimgadir sedana dori, kimgadir asal, ya'ni kimgadir so'z bilan davolash. So'z bilan, ha. Xuddiki o'sha bemorga tashxis qo'ygandek, shunga tashxis qo'yib, qaysi o'sha yo'l uni davolay olish haqida shunaqa his bor menda demoqchisiz. Aynan shunaqa his bor. Ya'ni bu meni o'ziga xosligim va siz aytdingiz hozir nimani yaratdingiz o'zingiz. Menimcha bu ham katta narsa. Shunaqa og'ir kasalliklar bor, psoriaz degan kasallik bor. Psoriaz bu teri kasalligi va o'sha davolanmaydi, davosi yo'q deyiladi ba'zi vrachlar tomonidan va o'sha qon guruhi bilan ovqatlanadigan bo'lsa odam yoki bo'lmasam umuman qon guruhi Aydin Saliq degan olima ayolni kitobida, o'sha haqiqiy chin tibbiyot degan kitobida olinganiga ko'ra, inson qon guruhi bo'yicha ovqatlanadigan bo'lsa, istagan kasallik undan chiqib ketadi 40 kundan keyin. O'zini qon guruhiga tegishli ovqatlarni yesa. Ya'ni demoqchi bo'lganim, kimgadir so'z bilan ta'sir qilish mumkin, kimgadir qon guruhi bilan ta'sir qilish mumkin, kimgadir, lekin menda o'sha bitta narsa imенно qaysi odamga qaysi ta'sir qiladi. Buni sezish bor. Gaplaringizda mana
coach va o'sha tarjimon dedik. Bu yerda tibbiyotga aloqador hech qanaqa jumla qo'yilmagan, lekin sizning so'zlaringizda faqat insonlarning sog'lig'i bilan bog'liq so'z suhbat ketayotganini his qilsa bo'ladi. Qaysidir suhbatda olib boramiz va baribir yana o'sha insonlar sog'lig'i bilan bog'liq. Bu borada insonlar sog'lig'iga bu qadar e'tiborlisiz, ya'niki bu qayerdan? Balki sizning yo'nalishingiz o'sha psixolog, tarjimon, sog'lomlashtirish qanaqadir nimadirdir. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Yangi yo'nalish desangiz, uchalasini aralashtirgan holatda menga eng ko'p savollar beriladi sog'liq bo'yicha, lekin meni o'zim yo'nalishim san'atga aloqador bo'lgan psixologiya. Masalan, rassomchilikka aralashtirib art terapiya deydi-yu, o'shanda rasm chizayotgan payti meditatsiya qilish. Rasm chizayotgan payti inson o'sha rasmning ichida eriyapti, u shundoq ham miyasi dam olyapti, lekin unga meditatsiya qo'shib yuborsa, o'sha yurak, miya ikkalasi garmoniyada, u daha go'zal, yana ham chiroyli bo'ladi-da. Ya'ni meni o'zimni qalbimning yo'nalishi san'at, ijodni aralashtirgan psixologiya deb hisoblayman. Chunki hozir aytganingizdek, bu tarafdan sog'lomlashtirish, bu tarafdan ruhiyat ilmi, yana bir tarafdan fiziologiya. lekin asli ilmni, asli bilimni qayerdan olgansiz? Masalan, jurnalist bo'lish uchun albatta biz jurnalistika institutidan oliy ma'lumotli bo'lishimiz kerak. Sizni boshlang'ich ilmingiz qayerda? O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tarjimonlik fakultetini ingliz tili, grek tili bo'yicha bitirganman. Lekin aytiladi-ku, ustozing kim desa, ustozim bu og'riqlarim, dardlarim, ya'ni ko'rib hamma narsani ko'rib shu yerga keldim deydi. Menimcha eng ko'p og'riqni chekkan, eng ko'p yo'qchilik yashagan, eng ko'p yig'laydigan, eng ko'p azobni yashab o'tgan, eng og'ir kasalliklarda yashagan anaqa kasb egalari bu psixologlar. Endi qarang, yana bir o'sha qadimga doir bir iborani ishlataman. Tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib. Aynan. Deyiladi-ku. Agar hamma boshdan o'tkazgan o'sha og'rig'iga, hamma o'sha qiyinchiligiga doir bo'lib ustoz bo'lib ketaversa, bu hayotda oddiy odam qolmas ekanda. Masalan, qaysidir kasallik bilan tuzalgan, u ham o'sha bo'yicha coach. Kimdir bosh og'rig'idan tuzalgan, u ham bosh og'rig'i bo'yicha coach. Nimadandir qiynalgan bolaligida bolalar bo'yicha coach. Siz nimadandir, hammamiz ustoz. Xo'p, bir narsani tan olamiz. Biz katta bo'lganimizdan, ulg'ayganimizdan keyin shundoq ham donolashamiz, ustozlashamiz. Yoshimiz katta bo'lgandan keyin yosh kattalardan maslahat so'ra, duo ol degani bu u donolashgani. Bora sizni fikringizga ko'ra hamma yosh kattalar 50-60 yoshdan oshgandan keyin yoki 40 yoshdan oshgandan keyin coach bo'lib qolarmikin? Coach-ku. Hozir 60 yosh, 50 yosh, 60 yoshdan o'tgandan keyin hozir aytganingizdek nimaga borib duosini olamiz? Nimaga 70 yoshli odam bilan ko'p suhbatlash deydi. Maslahat olish mumkin emas. Nimaga maslahat ol deydi? Chunki u rostdan ham coach. U o'sha oilani coach-da. Agar u chiqadigan bo'lsa mediaga, u bomba уже. Lekin ungacha borgan bor, bormagan bor. Masalan, 70 yoshli odam bor, u bilan gaplashsangiz ichi 12 yosh, 12 yoshli bolalar bor, u bilan gaplashsangiz ichi 60 yosh. Unaqa holatlar ham bor. Qachonki hozir aytganingizdek, ustida ishlamagan, rivojlanmagan, anglamagan, his qilmagan, shunchaki badani yashab ketayotgan odamlar ham juda ham ko'p. Ya'ni bo'ldi 60 yosh bo'ldi, 70 yosh bo'ldi, uni hayot izidan yurish kerak degan narsa emas. O'zingizni, yo'lingizni yoki sizning sohangizni yoki qilayotgan hozirgi mana shu faoliyatingizni oqibatini nima bilan bog'laysiz? Qanday oqibatlar olib kelishi mumkin? Mayli, yaxshi oqibatlar haqida gapirish mumkin sohatlab, lekin uni salbiy oqibatlari ham bo'lishi mumkin-ku. Bo'lishi mumkin. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Hali menga yomon ta'sir qildi deb kelgan odam bo'lmagani uchun, demak biz baholarni ba'zan bera olmaymiz. Ya'ni natijalarni mana ularni aytganidan eshitib aytib turibman sizga. Natijalari shunaqa. Demak, agarki zararlar bo'ladigan bo'lsa ham, ularni ham shu orqali bilishimiz mumkin. Bir marta bo'lgan, esladim, bir marta bo'lgan o'sha ochlik bilan davolanish ilmi bor. U qoni kam bo'lgan, u ayolning qoni kam odam ovqat yemasa, yiqilib qoladi-da. Yiqilib qolib davleniyasi вообще tushib, juda yomon ahvolga tushib, keyin menga telefon qilgan. Hali ham u menga to'la o'qimagan, boshqa qilmagan, bitta videomni olgan. Inson 3 kun och yursa, vujudi tozalanishi haqida olganda, o'zi mustaqil bajargan. Men aytamanki, har doim qanaqa master nimasini, videosini ko'ryapsiz, o'sha narsani yaxshilab o'rganing deyman.
yaxshilab o'rganing. Birdaniga nima qaror berib, birdaniga o'zingizni sog'lig'ingizga unaqa hazillashadigan ishlar bilan shug'ullanmang. Lekin o'sha golodaniya bilan, ya'ni ochlik bilan deyalimki, agar sizni ichkari organingizda kista yoki mioma shunga o'xshagan bir og'ir kasallik bo'lsa, masalan, ayollarga aytayapman-da, ichingizda qanaqadir o'simta bo'lsa, lekin rostdan ham 3 kun mobaynida hech qanaqa narsa yemasdan faqat suv bilan organizm o'zini o'zi tozalar ekan. O'sha nimalarni, o'simtalarni yeb, tozalab chiqarib yuborar ekan. Bunaqa natija olganlar ham ko'p-da. Lekin bu davleniyasi pastlarga aytilmaydi, ya'ni ruxsat berilmaydi. Mumkin emas, ya'ni. U ayol o'sha videoni ko'rganda shunaqa esimga tushdi. Shunaqa bo'lgan edi bir marta. Yomon dovdiraydi odam. Ochlik bilan yiqilishi mumkin, tuzaladi, boshqa qiladi, lekin bilasizmi, siz yurayotgan yo'l ruhiyat bilan bog'liq. Ruhiyatda buzilish ketsa, na uni tabib, na uni yana kimdir to'g'rilash juda qiyin bo'ladi. Ruhiy ilmlar shuning uchun doim yaratganga tegishli bo'lgani uchun ham insonlar u qadar ruhiyatga chuqur ketishi, u ilmi bu qadar o'rganishi yoki uni boshqalarga ko'pchilikka tavsiya qilishi ko'p ham yaxshi oqibatlarga olib kelmaganligi haqida menda tushunchalar, bilimlar va bu haqida menda ma'lumotlar bor. Shuning uchun aytaman, bugun men ro'paramga kelayotgan mutaxassislarga siz bugun o'rganyapsiz, aytmayapsiz, takliflaringizni berasiz, ruhiyat bilan bugun, erta, lekin 3-kunga oqibati bugun sizni o'ylantirmasa, sizni tashvishga solmasa, bu ruh ilmi, ruhiy bilimlar bu qadar, hatto qani endi bitta, ikkita emas, jamiyatni boshqa yo'nalishga bir boshlashi mumkin. Shuning uchun bir yana chiroyli jumla bor. Odam buzilsa, odamni buzishi mumkin. Olim buzilsa, olamni buzishi hech gap emas. Shuning uchun aytamanki, bugun yaxshi bilarsiz, o'zingiz uchun yaxshi tushunarsiz va o'zingizni his qilib o'sha olayotgan natijalaringiz bu sizniki. Ammo bu yetarli va ammo bu isbotli, bu rost va haqiqat degani emas. To'g'ri. Shuning uchun aytamanki, bu kelayotgan odzivlar, bu kelayotgan maqtovlar, bu kelayotgan natijalar sizni qoniqtirib qo'ymasin, sarmast qilmasin va bu kelayotgan o'sha insonlarning rahmati sizni xotirjam qilib qo'ymasin. Va bu haqida nima deysiz, o'ylab ko'rasizmi? Men buni chuqur o'ylaganman. Buni avval ham o'ylaganman. Ba'zida shunaqa joylar bo'ladi. Ajrash deysan-da, ayol kishiga ajrash deysan, yashama deysan. Haqqimiz yo'q unaqa. O'zi umuman psixolog bo'lsin, umuman qo'shnini keliniga, masalan, qo'shnini keliniga siz deyalimki, siz o'qituvchisiz, nima deydi, ayolni urib tashagan, hamma ko'karmagan joy qolmagan, siz ajrash deyishga haqqingiz yo'q-da o'sha. Chunki o'sha bitta oila ajrashsa, osmon titraydi degan gapi, bu degani u yerda bolalarni yetim qiladi, boshqa sabablar ko'p, ya'ni natijalarga yomon olib kelishi mumkin. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, majbur qolasan ajrash deyishga. Chidab bo'lmaydigan holatlar keladi. Bu milliontadan bitta, 100 mingtadan bitta, lekin bunaqa holatlar bo'ladi. Shunda o'ylayman, balki men noto'g'rimi aytdim tavsiya. Lekin shuni misol qilib aytyapman-da, shunga o'xshagan vaziyatlar bo'ladi bizda ham baribir. Balki ey Xudo deyman, agar shuni gunohi bo'lsa, men olaman deyman. Shunaqa holatlar bo'lgan. Deyalimki, masalan, men bilaman, shunaqa 28 yoshli qizni bilaman, qaynona-qaynotani qo'lida o'lib ketgan. Juda yaqindan bilaman. Mehnatdan o'lmadi yoki bo'lmasam kasallikdan, ajali yetdi bo'lmadi. U haqiqatdan qaynonasi bilan erini azobidan vujud charchab ketdi, yashagisi kelmadi, o'zini o'zi o'ldirishi programmalashtirildi-da. Ruhni tanlovi boshqa deymiz, lekin jamiyatdagi faktorlar ham juda ko'p. Ba'zida aytishadi, ayollar kuchli bo'lish kerak. Yo'q, ayollar kuchli bo'lish kerak emas. Ayollar dono bo'lishi kerak. Ayollar o'zini isloh qilishi kerak. Qaysi ovqatni yesa mazasi qochadi, qaysi odam bilan gaplashish unga to'g'ri kelmaydi, qaysi odamning ovozi unga o'tirmaydi. Ayollar shuni bilishi kerak. Ayollar kuchli bo'lishi ham kerak emas. Inson ichi bilan shug'ullangan paytida tashqarida hamma narsani hal qilib tashlaydi. Hamma narsani hal qiladi. Aynan ayol kishi. Ayol eshitilishi kerak. Men eshitilishim kerak degan hisni eriga berish kerak. Ayol biladi, o'sha problema hal bo'lmaydi, lekin soatlarcha eriga shuni aytgisi keladi. Soatlarcha eri bilan gaplashgisi keladi. Eri uni eshitishini xohlaydi. Bo'ldi, nuqta. Ya'ni eshitilgan ayol baxtli ayol. Buning uchun u o'zini isloh qilish kerak, ayta olish kerak. Men xohlayapman juda ham sen meni eshitishingni-da. Masalan, ishxonamda problema bo'ldi. Eriga kelib aytsa, bo'shab kel desa, o'sha ayol u nima deydi, o'lgan joyda u biladi, u problemani hal bo'ladi. Sizni ham problemangizni hal qilib tashlaydi ayol.
onasini ham, dadasini ham hamma problemani, butun jamiyatni problemasini ayol hal qilib tashlaydi. Yoki bo'lmasam o'sha problemani hal bo'lmasligini ham biladi. Prosta gapirgisi keladi. Nima demoqchiman? Ayol kishi qachon o'sha o'zini isloh qilsa, aynan eriga, bolalariga o'zini eshittira oladi-da. Bizi shu kuch bo'lish kerak bizda. Ya'ni kuchli bo'lishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni isloh qilish ma'nosida biza o'sha yonimizdagi odam bizdan eshittira oladigan kuchni biza topishimiz kerak. Nima yetishmayapti ayollarga eshittira olishligi uchun? Birinchi o'zini eshitmayapti-da. Nimani yaxshi ko'radi, nimani hozir aytganimdek. Qachon o'zi nima xohlayotganini hali tushunib yetmagan va o'zini hali tushunib, eshitib, isloh qilmagan. Aynan. Qarang, hamma narsa o'sha donolikdan boshlanadi baribir. Dono ayol keyin tushunadi, eshitadi, boshqa qiladi. Bugun ushbu sohada faoliyat yuritayotgan 10 mingtadir, balki 20 mingtadir, balki 100 mingtadir mutaxassislar ichida yo'nalishingizni yoki o'zingizni o'sha yo'lingizni ajratib olganmisiz? Hamma yo'nalishda o'qidim, ko'p yo'nalishda o'qidim va yana baribir o'sha san'at, ijodkorlikka yaqin yo'nalish deb hisoblayman o'zimnikini. Lekin shu yo'nalishdan ketsam kerak deb hisoblayman. Qaysi ma'nodaki, masalan, meditatsiya yaratishda ya'ni o'zini fishkasi deydi-yu, o'zimni fishkam, o'zimni ovozim, o'zimni so'zlarim bor-da. Bu meni yo'nalishim, ya'ni yaratuvchanlik, ijodkorlik, yangi bir nima bilan. Aytdim-ku sizga, spektakllar. Yaqinda rejalashtirayotgan g'oyangiz, o'zingiz o'ynaydigan qanaqadir spektakllar. Bu yerda ham biz o'sha psixologiya ilmi bor. Bu yerda o'sha muammoni olib chiqasizmi shunda? Muammo olib chiqiladi. Har gal o'zingiz o'ynab, masalan, bir kelinni, bir qizni muammosini olib chiqish uchun uni otasi ham, onasi ham, o'rtog'i ham, o'zi ham o'zingiz o'ynab berasiz. Aynan. Ota rolda ham sizsiz. Aynan. Qachon amalga oshadi bu rejangiz? Oz qoldi. Boshqa odam aytishi mumkin, Manzura, ahmoqona g'oyalaring bor deyish mumkin. Har doim aytishadi. Sizni o'sha ahmoqona deb aytayotganlarda o'sha qaroringizni qat'iy ushlab turadigan kuch qayerdan sizda? Fikringizni o'zgarmasligi. Buni qayerdanligini men o'zim tushuna olmayman, to'g'risi. Lekin bitta narsani bilaman. Masalan, kechasi uxlagan yotgan paytimda 3 da, 4 da meni turib uyg'otadi-da. O'sha daftar ruchka olib, o'sha narsalarni yozaman to'xtovsiz. G'oyalar, planlar qayerdan kelishini, tabiiyki-da ilohiyotdan keladi. Lekin kuchni qayerdan oladi odam? Sizga natijalarni aytib yozsa bitta ayol. Siz yana bir pog'ona o'sasiz. Yana boshqa yangi narsa keladi. Demakki, bizni kuchni ko'proq olamiz. Jamiyatga tegayotgan foydangizdan. Bundan semiradi menimcha. Har qanday master mazza qiladi. Keyin yana tushunmayman ba'zi holatlarga haqiqatan tushunmayman. O'zi nimaga kerak-da shu spektakl nimaga kerak? Manzura, sen mana shu sohani ichidasan, o'zing bilan shug'ullanding, o'sding jamiyatda yoki o'zingni topding. Nima qilasan endi bunga aralashib, buni tashqariga tarqatib boshqa qilib, o'zingga foydasi tegayotgan bo'lsa bo'ldi-da. O'zing bilganing yaxshi-da, yetarli emasmi? Nima qilasan yana buni ovoza qilib, boshqa qilib, o'zing foydasi tegsa mana shu bilan yursang bo'ladi-ku. Deydigan mana shunaqa fikrlar ham bo'ladi-ku. Bor. Ularga javobingiz qanday? Masalan, sizni birorta kiyimingiz meni g'ijinimga keldi. Ya'ni siz g'ashingizga tegdi, ya'ni. G'ashimga tegdi. Demak, men shunaqa sizchalik ochiq kiyina olmayman. Ya'ni meni jasoratim yo'q sizdek kiyinishga. Qachonki kimdir sizga shunaqa gapiradigan bo'lsa, demak, uni qila olmagan ishni siz qilyapsiz-ku. Ya'ni ularga men hech narsa javob bermayman. Ha, mayli, seniki to'g'ri deyman, lekin bu o'zim bilganimdan qolmayman. Bu ya'ni siz bilib turibsiz-da, men aytayapman sizga. Shunaqa qimmatbaho ilmlar bor va ular juda ham oddiy. Shunaqa bir mo'jizaviy ilmlar bor, u juda ham oddiy. Masalan, mana alloterapiya hozirgi aytganimizdek, o'sha biz nom qo'ydik unga endi. O'sha orqali biz har qanday yoshdagi bolani davolash mumkin onasi. Shuni ko'rib turib, bilib turib jim tura olasizmi? Menimcha, bilmayman, men o'zimni shunaqa hisoblayman, 70 yoshgacha, 80 yoshgacha ham o'sha sahnada ajin tushgan yuzlarim, qarigan oppoq sochlarim bilan o'sha psixologiyadan gapirayotgan bo'laman. Men har doim shuni ko'raman. Bilmayman, bu nimaga, qayerdan, qachon, nima tushunmayman, lekin men o'sha narsani ko'raman. To'xtamasam kerak va bundan charchamasam kerak. Men 24 soat xotinlar bilan, ayollar bilan shu temada gaplashib o'tirsam ham, mayli,
och bo'lsam ham yoki charchagan bo'lsam ham bu menga zavq beradi. Men bundan maza qilaman. Gapiraveraman. O'zi ayollar xilqatiga mos gapirish sizniki undan ham ortib ketgan bu gapirish bo'yicha. Balki. Ya'niki oddiy ayollar ishlatgan so'zdan ko'proq so'z ishlatasiz, chunki nafaqat birgina o'sha ko'plar bilan, ko'p insonlar bilan gaplashasiz. Telbalikka yo'yishsa xafa bo'lasizmi? Sizni tutgan yo'lingiz? Artık o'rgandim, moslashdim ya'ni Rumin gapi bor, buni har doim aytaman. Qaraganing menman, ko'rganing sensan. Men sizga qaradim, jasoratni ko'rdim. Aslida u jasorat meni ichimda bor. Men sizga qaradim, tubanlik ko'rdim, u tubanlik ham menda bor. Qaraganing men, ko'rganing sen. O'shaning uchun men umuman hozir jamiyatning gapiga, hozir biz mana shu yerda qanaqa gapirsak ham negativchilar gap topadi. Ya'ni farishtani dushmani bo'lgan, u shayton. Demak, biz hali farishta bo'lmadik. Mabodo farishta bo'lib qolganimizda ham bizani shayton negativchilarimiz bo'ladi. Shuning uchun men ortiq avval to'g'ri ta'sirlanadim, lekin hozir yonimdan ham o'tmaydi, ishoning. Hech qanaqasiga. Bunga qanday yetib keldingiz? Bir nimalar yozib, chizib, yoqib, ishlab nimadirlar qilib yetib keldingiz? Yo'q. Bu kuchni qayerdan oldingiz? Chunki man degan juda 30 yil, balki 50 yildan beri sahnada yurgan san'atkorlar bilan suhbatlarim bor-da. Ishonasizmi? Bu qadar ularga tegadi. Oddiy gaplar ham. Suhbatda mayli indamasligi mumkin, lekin tashqariga chiqqanimizda shu ijtimoiy tarmoqda ko'proq narsa qo'ymaganim, boshqa narsa haqida qo'ymaganim, Meron bilasanmi? Mana bunaqa deb yozibdi-da. Juda yomon bo'ldim, yiqiladim deganlar bor. Mazasi qochadi. Juda, ya'niki yoshingizga qarab kiyining yoki o'sha yoshingizga qarab qiliq qiling. Mana shunaqa bir keskin e'tirozli fikrlar keladi, ularga ta'sir qiladi. Sizni yoningizdan o'tmaslik uchun buni ham qanaqadir bir o'sha qo'llanma sifatida berishingiz mumkin bo'ladi, agar tushunib yetib kelgan bo'lsangiz. Ya'ni unaqalar bilan mana bunaqa kurashiladi, ya'ni yoki mana bunaqa yo'l tutiladi. Shuning uchun ham hozir menga umuman ahamiyatsiz degan narsa bu yaxshi bo'lardi. Insonlarning fikriga tushib qolishdagi fojiasi o'zi yo'q aslida. Bunga siz bir ongsiz ravishda yetib kelgansiz. Ongsiz ravishda. Chunki boshida menga shunaqa yomon haqoratlar yozilgan. Endi men uni tabiiyki yomon bo'lganman boshida va bu haqoratlar yog'ilib kelgan. Juda ham ko'p kelgan. Va keyin hozir normal haqoratlar keladi. Va ortiq endi u juda dahshatini ko'rganingizdan keyin, ya'ni azobni dahshatini ko'rgandan keyin oddiy og'riqqa odam chidab o'tib ketadi. Udalit qilaman ba'zida ko'zim tushsa, nimagaki yonidagi odamni rohatsiz qilmasin, shunaqa yoqimli emas-da. Yoqimli emas bo'lgani uchun udalit qilaman, tak o'zimga ta'sir qilmaydi. Kuchni insonlarga berayotgan yordamingizda va ular e'tirofidan olishingizni bildim. Bu kuch yetarli emasdir, balki yana boshqa narsa, meditatsiya dedingiz, boshqa narsadan ham kuch olasiz. Raqs bilan shug'ullanaman. Ya'ni o'zim mustaqil raqs, juda ham chiroyli raqsga tushaman. Raqsga tushgan paytimda yangi g'oyalar keladi. Raqs qanaqa? O'zi umuman xorazmliklar san'atga aloqador ko'pchilik bo'lgani uchun menimcha raqsdan ham juda katta energiya olsam kerak deb hisoblayman. Aytdim-ku, shunaqa narsalar keladi ba'zida. Qaydan keldi, qachon keldi, qanday bo'ldi u bilmayman. Lekin shu narsalar bo'ladi. Mana aytyapsiz-ku, motivatsiyani qayerdan olasiz? Motivatsiyani podpischiklarim ko'paygan sari, demak insonlarga yaxshi foydam tegyapti ekanda. O'sha sababchi bo'lyapman ekanda, shifolanishiga, go'zal natijalarga men ham bir manfaatli bo'lyapman, bekorga yashamabman ekanda. Balki masalan shunaqa duolar qilishadi. Qarang, shunaqa go'zal duolar qilishadi. Yig'lab eshitaman-da. Ilohim, Xudoyim deydi, 7 pushtingizni deydi, jannatiy bo'lsin deydi. Bu menimcha yer sayyorasidagi любой inson uchun, istagan bir inson uchun eng go'zal tilak. Ya'ni otangiz, onangiz, ajdodlaringiz hammasi jannatiy bo'lsin deydi. Shuni sizga tiladim deydi. Va men shunga o'xshagan tilaklarni juda ko'p eshitaman. Tasavvur qiling, bola kasal, og'ir kasal va u necha yildan beri kasal. O'sha masalan men aytgan bir ikkita texnikalar bilan ona o'z ustida ishladi, bola bilan ishladi va ular oilaviy natija olishdi. Bittada ikkitada emas, masalan homilador bo'lgan ayollar bor menda. Yo'g'on ichakda axlat ko'paysa, ya'ni noto'g'ri ovqatlanishdan bizning 30 yildan beri hammamizda yo'g'on ichakda axlat bor va bu qonni zaharlaydi. Qon zaharlangandan keyin u bepusht bo'ladi. Ya'ni qon hamma joyga javob beradi. Uni ginekologga olib boraveradi. Aslida gap yo'g'on ichakda bo'ladi.
yo'g'on ichakni ochlik bilan davolansa o'sha bo'yga qolib ketadi-da. Ya'ni mana aytayapman-ku, eko qildirishadi. Qancha pullar bilan, lekin oddiy ilm tagida oddiy narsa yotibdi. Qonni tozalash kerak bo'ldi. Men meditsinani qoralamoqchi emasman, yo boshqa qilmoqchi emasman, yoki bu bo'yicha men mutaxassisman, menga keladi demoqchi emasman. Prosta shu oddiy ilmlar bilan juda go'zal natijalar olganimdan o'zim ham hayratdaman-da. O'zim hayratdaman shu narsaga sababchi bo'lganimda. Kuch shunda. Siz foyda berayotgan jamiyatda e'tiroflar, duolar orqali keladimi sizga? Balki shunaqa deyishimiz mumkin. Chunki bugun ko'pchilik o'sha energiya bilan bog'liq muammolar haqida gapiradi-da. Suhbatdoshlarim masalan, nafaqat podkastda tashqaridan energiyam qolmadi, juda tez charchaydigan bo'ldim. Kun qanaqa o'tayotganini bilmay energiyam qolmadi. Avvallari juda kam eshitardim bu so'zni. Bugun hattoki o'zim ham gapiradigan bo'lganman. Energiyam qolmadi deyish. Inson o'ylaymanki, energiyani qayerdan, eng asosiy manbai qayerdan olishini yaxshiroq bilib olsa, o'rganib olsa, bu yo'nalishiga tushadi deb o'ylayman va bu jismoniy energiya ham emasda. Bu qanaqadir ruhiy energiya, jismoniy, bu hamma o'sha jasadni, balki jismimizni energiyasini boshqa joydan olamiz, ruhimizni energiyasini boshqa narsadan olamiz deb masalan. Shuning uchun aytganimki, energiyani kuchaytiradigan, ko'taradigan, ko'paytirib beradigan, energiyaga to'ldiradigan qanaqadir sizni tarjima qilgan qo'llanmangizda shunaqa bir yechimlar bormi? Ha, energiya kamaygan paytida eng muhim narsa inson to'xtash kerak gapirishdan, yeyishdan to'xtash kerak. Energiyangiz qolmadimi? Bo'ldi, siz gapirmang. Jim yuring, shunchaki jim yuring. Energiyangiz qolmadimi? Ko'zingizni bog'langda 24 soat uyning ichida ovqat pishiring. Bolalar bilan o'ynang. Ko'zingizni bog'lang deganim. Ro'molcha bilan bog'lang. Ko'rmaslikni hissini o'zingizda o'tkazing. Voy, shunaqa energiya keladi. Oyog'ingizga ro'molcha bo'ylangda, ikkita oyog'ingizni bo'ylang. Harakatlana olmaydigan darajada tizzangizni ustidan. Ana ko'rasiz, energiya oqib keladi keyin. Energiyasizlik emas bu nazarimda, noshukrlik bu. Hamma narsa tayyor, dostavka tayyor, taksi tayyor, pul tayyor, hamma narsa tayyor. Bizda energiyasizlik emas, ko'proq noshukrlik ko'paygan. Mana aytamanki, energiyangiz qolmadimi? Juda ham ko'p ichimda deydi. Hayotning ma'nosini tushunmayman, nimaga yashayotganim ma'nosini tushun. Rak больницаga boring deyman. 12 yashar bolani rak bilan olishayotganini bir ko'ring deyman. Bolasini o'limini kutayotgan ona bilan bir 3 daqiqa gaplashing. Yo'q, gaplashmang ham, shunchaki kuzating siz. Kuzating. O'ylaysizda, agar saraton bilan og'rigan bolalarni больницаga boradigan bo'lsangiz, o'ylaysiz butun dunyoda bolalar уже hamma kasal deb o'ylaysiz. Ya'ni inson shunaqa uyingizga kelgandan keyin shukringiz vujudingizdan oqib ketadi va energiyangizni to'lganini ko'rasiz. Men shunaqa aytaman. Siz deyman, otangizni, onangizni qabullanishingiz uchun tobut chiqish kerakmi? Ya'ni kimdir o'lishi kerakmi? Kimdir kasal bo'lishi kerakmi? Bilasizmi, shunaqa bo'ladi. Ba'zida insonlar rak bo'lgan paytida dushmanidan ham kechirim so'raveradi. Rak bo'lganini eshitdi, dushmanidan ham kechirim so'rab yuboradi. Ya'ni shunaqa katta ichiga o'sha kasalligini eshitib, bo'ldi, 6 oydan keyin o'laman ekan. Nima ma'nosi borki yomon ko'rib yurganimdan? Nima anlami bor? Ya'ni hayotim yo'q. Lekin men bu masalan ertaga do'zaxda ketsam yoki u nimadir o'tadi-da insonning ichidan. Qachonki inson buni o'zi yashasa biladi. Ya'ni shartmi deyman? Og'ir kasal bo'lishingiz shartmi deyman? Yoki uydan bir tobut chiqishi kerakmi deyman? Ya'ni shuni anglashingiz uchun-da. Bizda juda ham ko'p energiyasizlik degan narsa aslida noshukrlik menimcha. Ilmingizni qaysidir ma'noda sinayotgandirman yoki fikrlaringizni olayotgandirman. Ko'ngil to'lmaslik insonni o'sha masalan o'sha umrimiz oxirida ham bu ko'ngil to'lmaslik bo'lsa kerak. Ilmingizdan ko'ngil to'lmaslik bo'lsa kerak hozir. Yashamlaringizdan balki. Insonning ko'ngli qachon to'ladi? Insonning ko'ngli qachon to'ladi? Bu oniy hislar bu. Masalan, men katta seminar berishni xohladim. Katta seminar bergandan keyin bir kun, 2 kun ko'nglim to'lib yuradi. 2 kundan keyin yana kattaroq seminar qilishni rejalashtirib boshlayman. Demak, inson ko'ngli to'lmaydi ekan. Masalan, men ilmga nisbatan men shundayman va bu menimcha go'zal his. Go'zal his bu rostdan ham. O'zini yuksaltirish borasida, yana ishlash, yana ilm olish, yana o'qish, yana ustoz, yana tadbirda bu o'z ustida ishlash bu kengayib boraveradi. Qachondir borib to'xtash mumkin, lekin to'xtash baribir bo'ldi, o'liklikka olib boradi menimcha. Shuning uchun aytiladi-yu, qabrgacha ilm izla. Insonning umrini uzaytiradigan eng yaxshi to'g'ri yo'l qaysi deb o'ylaysiz? Shukr hissini bo'lishi
va o'zi bo'lishi, samimiy bo'lishi. Demak, inson umrini qisqartirishi shunda noshukrlikmi? Noshukrlik kasallikka olib keladi, noshukrlik yo'qchilikka olib keladi. Shukr qilsang, hali sen ko'rmabsan bandam, shukr qiladigan narsalarni derkanda yana berarkan. Noshukur bo'lsangiz, hali sen ko'rmabsan noshukrlik joylarini deb yana 2 qat, 10 qat, 15 qat, ya'ni barabar ko'pini berar ekan. Shukronalik hissida u yozish bor, lekin uni yashash boshqa narsada. Siz yuragingiz ishlayapti, yuragingizni orqasida bir motor yo'qda sizga mana yuramiz deb turgan. Ya'ni shunaqa go'zal mexanizm, shunaqa yaratdik biza insonlar, shunaqa go'zal borliq. Uni Xudo shunaqa go'zal yaratgan va biza o'sha nafas olishni qiymatini his qilsakgina bizga istagan orzularimiz, niyatlarimiz hammasi go'zallashadi. Diyelimki, nabirangiz kasalmi? İçingizde shukringiz yo'q. Eringiz ichadimi? İchingizde shukringiz yo'q. Istaganingiz bo'lmayaptimi? Juda ham asabiymiz, shukringiz yo'q. Ko'rdik-ku mana o'sha korona paytida biza nafas olishni qiymatini naqadar bebaholigini. Tabiiy yo'l bilan hojatga chiqish inson uchun baxt. Men notabiiy yo'l bilan hojatga chiqqan og'irlik, kasalliklarning eng og'irini yashagan inson sifatida sizga aytyapman. Masalan, men o'sha kasal bo'lgan paytimda 4 tomchi suvdan ko'p tomizish mumkin emas bo'lgan davrlarni boshimdan kechirganman. Demoqchi bo'lganim, biza shart emas, ya'ni shukurga kelishimiz uchun prosta jim bo'ling. Prosta jim bo'ling. Bolalarni kuzating. Nabiralaringizni, farzandlaringizni, bolajonlarni prosta kuzating. Prosta jim turish. Bizni huzur halovatimizni yo'qotgan o'sha yana bitta narsa, jim turishni biz qochirdik. Unutdik ya'ni. Unutdik. Instagramga kiramiz, Telegramga kiramiz, qo'limizga pultni olib telefon qilamiz yoki kimgadir ja bo'lmasa biz oshxonaga boramizda bir narsa tamaddi qilib olay, semishga chaqamizda. Illoki biz jim turmayapmizda. Aslida hamma dinlar, hamma falsafa ilmlari, hamma psixologiya, hammasi nima deydi? Stop deydi. Stopda gap ko'p. Jim turishda, ya'ni sukutda butun vujud jim turish kerakmi? Aynan. Xo'p, uyqudagi jimlik yetarli emasmi? Uykudagi jimlik yetarli bo'lganda hozir hamma uyquchilar va nima osmonga uchib ketgan bo'lardi. Ajoyib suhbat. Va yechimlar emas-ku ya, qarashlarmi yoki o'sha o'zingiz aytayotgan yo'nalishingiz boshqacha. Bu siz aytayotgan mana shu jimlikmi, meditatsiyami barchasi jamiyatni yaxshi tarafga o'sishiga va sog'lomlashishiga, ayniqsa siz aytayotgan bolalar haqida ko'p gapirdingiz. Bolalarning sog'lomlashishiga, millatning sog'lomlashishiga bu qadar yaxshi foydasi tegsa, millatning sog'lomlashishiga ijobiy natijalarni ko'rsatsa, menimcha keyingi safar yo bo'lmasam keyinchalik qo'llab-quvvatlasam kerak. Lekin bugungi fikrim bo'yicha kuzataman. Tamam. Sizni aynan mana shunaqa chiroyli, ochiq yuz bilan tashrif buyurganingiz uchun, savollarga minnatsiz va hech qanday shartsiz javob berganingiz uchun tashakkurim bildiraman. Xush kelibsiz. Sizni ushbu dasturda keyin ham kutib qolamiz. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.